Ha shunaqa. Ha bo'l. Gör mana. Hamma ovchilar qonuni o'qiladi böyle mana. Hammalariga rahmat. Aka bo'lyaptimi? Ha, assalomu alaykum. Mana o shedagida. Kuni kelgan. Ha, ana shu odam qirol ekan. Qirolman deyapti. Javob deyapti. Kim oldin o'lashga hozir gara o'ynayman deyapti-yu, bak. Qalatizimiz bo'lyaptimi? Qani bo'pti? Hoshim bobomni gara o'ynadilarmi? Ha. Oxirida ko'ramiz endi. Bo'pti, Hoshim tog'a. Hoshim tog'a o suv ichiga tushib oldi. O'tgan safar kelganimizda xuddi mana shu yerda katta shamol bo'layotdi orada. Ko'rdilarmi? Buqay degan yerlar xuddi mana shu joy bo'ladi. Ha, Hoshim bu nima bo'lyapti? Ha? Qayda olmaydi? Ketyapsiz sekin-sekin yurib. Ha, mendan 1 metr, 1,5 metr yurib qo'ydingiz. Ha, turibdimi? Tezlik bor ekan, qarang yurgizmayapti qayoqqa. O'tgan hali suvni shashti o'lmabdi. Ya o narigi chekka o'taylik, o qayiqchilar pastiga. Odam bormi? Odam yo'q o'xshayapti, alentadi.
Şimdi bu ha. Asteril bon. Gar oynab qo'ydingiz o. Shunaqa qilamiz. Asma men deyapti. Ya, natijasi az bo'ldi, katta kichigi farqi yo'q. Natija qilsangiz bo'ldi. Bugun ham pashaga yem bo'lamiz shekilli, tashim bu ha. Dorini olmabman bugun ham. Kecha ham dorini olamadim, olmay. Bugun astezlarli qildim, tayyorlab qo'ydim. Mashinada qotdi yana. Oq pashalar bir hujum qilar ekan bugun. Qayiqda o'tirib, ov qilishda ham o'zini gashti bor. Cho'ydan bering demaydi. Cho'valchangdan uzating deyolmaydi. Hammasi pastda turaveradi. Yem tiklarimiz ham mana bu yerda. Shuni ichida hammasi sovash ko'rinyapti. Soğuşlar görünüyordu. Kurtlarımız var. Asası. Quyosh ham Vah! Katta rahmat. Vah! Qutlug' olsun. meniki ham keldi-yu, rosa tortib yuborgan yo'q, o'sha mayda ekan. Bir silkigancha turibdi. Joyda almashtirishga to'g'ri keldi. Mana bu yerda natija bo'ladimi? Bugungi natija mana shu bo'ldi azizlar. Endi sizlarga olib ko'rsatishga imkoniyat bo'lmadi. Mana shu natija bo'ldi. Endi buni idishga solib mana bu yerga havuzga saqlaymiz. Bana kelinki siz ham yuring. Suda ochamiz.
Çakan şeyde teyyer turganın kanı o. Mayli, ertere, jon saqlasın, ha. Sonra nevaralarim ko'rib ola. Ungacha sizlar ko'ringlar. Abone bo'lib qo'yaveringlar. Obunachilar ishgani katta natijalar qilishga harakat qilamiz. Birgalashib. Hammalaringga rahmat. Salomat bo'linglar. Mana ovlarda uchrashguncha xayrlashib qolaman. Hozir soat 12:30 bo'lyapti. Kechqurun 12:30. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yoshlikdagi bostirib qo'ydim. Işte bu mushuk qo'lim tuqab ketib qolmasin deb. Juda mushuklar ko'pda. Istalab kelaver. Jon saqlab turadi. Mayli. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obuna bo'lishni unutmang.